Uxlab qolman-ku. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Uzr oyijon, uxlab qolman. Va alaykum assalom. Hech xijolat bo'lmang, bola. Qizim, bugun qanaqa kunligini bilibdingizmi? Qanaqa kun oyijon? Voy bolajonim, bizning oilamizda bir oyda bir marta kelinlarga dam beramiz-ku jonim bola. Esingizdan chiqdimi? Mana nonushtalarni tayyorladim. Shuni ham harakatini qilib qo'ydim. Endi hozir o'tirsangiz ikkalamiz birga choy ichamiz. Hali o'g'lim kelgandan keyin aytaman. Bir shaharlarni aylanib sayr qilib kelasizlar, xo'pmi? Xohlagan kafelarga kirasizlar. Rahmat oyijon. Jonim bolam. Qo'sha qaranglar. Qani o'tiring endi choy ichamiz ikkalamiz. Qani o'ting. Bering oyijon. Yo'q. O'ting. O'zim qo'yaman. Aytdim-ku, bugun sizga dam. Oyijon. Qani choydan iching. Oyijon. Rahmat. Qani oling. Nonga qarang. Hurmatli qaynona onajonlar. Siz ham oilangizda har oyning bir kunida kelinlarimizga dam beraylik. Keling, o'g'illarimiz bilan yoshlik davrini mazza qilib survasin. Qaraganda bizga o'xshab ular ham mana shunday kelinlarga iltifot ko'rsatishadi.